85 baxt keltiruvchi raqam, dedi chol. Qalay, ertaga 1000 qadoq baliq tutishimga ko'zing yetadimi? Menga qara, 85 raqamli lotereya biletini sotib olsak-chi? Nima deysan? Axir ertaga 85-kun-ku, deb Santyago o'zini 85-kuni baliq tutishiga va unga ulkan omadlar keltirishiga ishora qilganday bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun buktyorlarimizning ilk asari jahonga mashhur Ernest Hemingwayning Chol va dengiz asaridan olinadi. Chol va dengiz asari 1952-yilda amerikalik yozuvchi Ernest Hemingway tomonidan dunyo yuzini ko'radi. Ernest Hemingway 1899-yilda 27-iyul kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Illinois shtatida tavallud topadi. U yoshligidan ijodga, san'atga qiziqqanligi uchun ilk ishini jurnalistika yo'nalishidan boshlaydi va shundan so'ng mashhur asarlar yoza boshlaydi. Chol va dengiz asari unga cheksiz shuhrat va e'tiroflarni olib keladi. Ernest Hemingway 1954-yilda Chol va dengiz asari uchun Nobel mukofotini oladi. Chol va dengiz qissasidan so'ng u bor yo'g'i bitta asar yozadi xolos. Ushbu asarni o'zbek tiliga 1961-yilda yozuvchi, tarjimon, tanqidchi Ibrohim G'afurov tomonidan tarjima qilinadi va omma e'tirofiga 1963-yilda Chol va dengiz asari o'zbek tilida o'zbek kitobxonlariga taqdim etiladi. Santyago dengizning qoq o'rtasida turib, ona tabiat bilan, baliq bilan, yo bo'lmasa uni qayg'iga ko'mgan qush bilan dam-badam suhbatlashadi. Hayollari bilan butun olamni, butun tabiatni suhbatga chorladi. U bir qarasa o'ng qo'li bilan, bir qarasa chap qo'li bilan ham suhbat qurar edi. Va xayolan uni yodiga kelgan o'sha bolakay bilan qani edi yonimda bolakay bo'lsa edi deb bir xayolidan o'qtin o'tkazar edi. U yolg'izligidan o'sha bolaga juda ham bog'lanib qolgan edi. U bolakay cholga ham juda ham bog'lanib, unga mehr ko'rsatar edi. Dam qarasa yordam berardi, yo qarasa ovqat bilan siylardi. Bolakay uni har doim etagidan tutib yurardi. Bu asarda shuni ko'rib turibdiki, yolg'izlik faqatgina yaratgan egamga xosligi va Amerika yozuvchisi bo'lsa ham o'zbeklarning bir iborasi yolg'izlik faqatgina egamga xos degan iborani yuritayotgandek bo'laveradi. Baliq, dedi u, seni juda ham yaxshi ko'raman va hurmat qilaman, ammo bilib qo'y, kun botmasdan seni gumdon qilaman. Har holda men buni uddasidan chiqsam kerak, deb o'yladi u. Chunki bu bilan u ham baliqga rahmi kelyapti, ham u baliq ovchisi ekanligi yot esiga tushmoqda. Lekin unda ko'proq mehribonlik unda ustun bo'lmoqda. Ushbu asarda insoniyat va tabiat o'rtasida kurashni yoritib bergan. Lekin falsafiy tomondan oladigan bo'lsak, chol bu men, dengiz bu hayot, borliq, qayiq ko'zlagan manzilim tomon iletuvchi bir vosita. Baliq mening rizqi nasibam, suvdagi nahanglar hayot davomida uchraydigan qiyinchiliklar. Chol va dengiz asari men uchun sabr qilishga, oldimizda har qanday to'siq chiqsa ham uni yengib o'tishga va har qanday musibatda boshni tik tutishga va xuddi Santyagodek yengilmasdan, atrof muhitdan kuch olib yashashga undaydi. Aziz kitobxonlar, ushbu asar sizga manzur bo'lgan bo'lsa, kutubxonamizga tashrif buyurib mutolaa qilishingiz mumkin yoki ushbu silka orqali Telegram kanalimizga elektron nusxasini yuklab olishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.